O'zbekistonliklar may oyida 14 kun dam oladi. Gap shundaki, 2026-yil may oyi oddiy oy emas. Bu safar u haqiqiy mini ta'til marafoniga aylanmoqda. Bayramlar, rasmiy dam olish kunlari va ish kunlarining ko'chirilishi sababli o'zbekistonliklar uchun rekord darajada ko'p dam olish imkoniyati paydo bo'ldi. Agar to'g'ri reja qilsangiz, deyarli yarim oy ishlamasdan hordiq chiqarishingiz mumkin. Xotira va qadrlash kuni 9-may. 5 kunlik ish haftasida ishlovchilar uchun 9, 10 va 11-may dam olish kunlari, shanba va dushanba. 8-may qisqartirilgan ish kuni. Bu kichik uzun dam olish imkonini beradi. Qurbon hayit 27-maydan 31-maygacha ketma-ket 5 kun dam olish. 26-may qisqartirilgan ish kuni. Bu esa to'liq mini ta'til bo'lib, sayohat, dam olish yoki oilaviy vaqt uchun juda qulay. Umumiy hisobda may oyida dam olish kunlari soni 14 kungacha yetishi mumkin. Bu oy yil davomida eng qulay dam olish davrlaridan biriga aylanadi. Eslatma, Qurbon hayit sanalari hali rasman aniqlashtirilishi mumkin. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga borib xursand qilib qo'yishni unutmang. Xo'sh, siz bu 5 kunlik damni qanday o'tkazmoqchisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.